Yunusobod 13-kvartaldan JK mening uyimdan 2 xonali uyimizga chiqyapti. 2 xona, ikkinchi etaj uyimizda. Ko'rib turganingiz, mana shu novostroykadan, ikkinchi etajdan 50 kvadratli yangi avtorskiy remont. Hozir men sizlarga video obzor qilib ko'rsataman. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. Bu yoqda o'zini stroy mebellarni qilib ketishgan ekan uy egalari. Bu yoqda downfall'ni ham qo'yib ketishgan ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. To'g'rimizda tualet va samishonning mana hamma narsalar qo'yib ketilgan, dushovoy qilingan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli ranglar ishlatishgan ekan. Hop, bu yog'imizda mana o'zining oynalari ham bor. Va birinchi xonamizda spalni xonamiz bo'lyapti. Mana spalnisi ham katta, keng, chiroyli. Bu yoqda kerakli hamma narsasini qo'yib ketishgan ekan. Mebel, texnika, konditsioner, televizor, hamma narsa bor. Chap qo'limizda zal qismimizda bo'lyapti. Mana zalni ham ko'rsanglar bo'ladi. O'zining konditsionerlari bor, gilamlari bor, televizori ham bor ekan. Va oshxonamizda mana oshxonasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Katta, keng, chiroyli. Mana o'zining mana bu pechlari ham bor ekan. Bu yoqda kir mashinasi ham bor. Xolodilnik ham bor ekan. Bu yoqda kichkina bo'lsa ham balkoni bor. Hop, uyimizdan 50 kvadrat, Yunusobod 13-kvartal joylashgan. Boya aytganimdek, narxini 86 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborli uchun rahmat.